Avvalambor assalomu alaykum. Onlayn savdo ushta bir kanalimizda aziz obunachilar, aziz mehmonlari, do'stlar, biz albatta Andijon viloyati Nayman qishlog'iga yetib kelganmiz. Xudo xolasa bu yerda Optim gaza bloglarimiz bor. Sizlar uchun azizlar narx-navolarni tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bir qadrdonlarimiz uchun, yaqinlarimiz uchun bularning narx-navolari, dastlabkisi qanaqa bo'lyapti? Telefon raqamlari bilan manzillarni tanishtirgani keldik. Bir qator tanishtirib bersangiz. Xudo xolasa mahsulotlar yaxshi, o'zimizdan chiqyapti. Mana bemalol. Bu narsa 40 edi bu narsamiz. Bular hozir yangi, adashmasam yangi chiqarilgan bular. Bular tayyorli narsalar bular. Hozir aka bitgan narsa. Ming bor so'rayman, gapingizni bo'ldim. Nech puldan sotyapmiz hozir mana shuni donasini? Xudo xolasa 15 mingdan sotyapmiz. Dastlabkisi qanaqa? Kishi bilan to'xtagan. Mana shu o'zimizga dastlabki qanaqa? O'zimizga dastlabkasi 5 kilometrgacha tekin. To'g'risi, o'zimizga, Shuni 15 ming deyapsiz, adashmasam 15 ming ichida dastlabkasi. Shunaqa. Chetroqqa endi dastlabkasi qo'shiladi, kelishilgan holatda. Adashmasam mana shunda kesib chiqarasizlar, ha? Albatta, goniyalari hamma yo'g'i mashinada kesiladi. Ruchnoy kesmaymiz, xudo xolasa mana. O'zi avtomatik kesib, avtomatik ko'tariladi bu. Chiroyli. Goniyalar joyida. Xudo xolasa sifatlari a'lo. Bir pishiqligini ham bilib tashab ko'ramiz, bitta. Albatta. Qadrdonlar bizni kanaldan uzoqlashmagan holatda kuzatib boramiz. Bu yerda adashmasam yangi quyilgan gaza bloglarimiz bor ekan. Xudo xolasa bularni ham bir qator ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hozir aka katta zdaniyalarga ham adashmasam sizlar bemalol yetkazib beraverasizlar ekan, chunki juda ham ko'p ekan tayyor mahsulotinglar. Xudo xolasa buni qadrdonlar mustahkamligini ham bir qator tekshirib o'tib, hozir birorta akamizdan iltimos qilamiz. Iloji bo'lsa o'zimiz tashab ko'ramiz. Albatta. Mana assalomu alaykum aka, hormang, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Alloh kuch-quvvat bersin. Qadrdonlar juda ham sifat a'lo, tekkiz, asosiysi qirlariga ham e'tibor berdik. Juda ham go'zal. Lekin g'ishlarimizga mana biz Naval to'kamizda aka, nimani? Xo'jayin aytdi, shepimiz aytadiki, qo'shinglar deydi, ayamanglar, sement mahkam qo'shinglar, mahkam qilib, sifatli qilib. Lekin oshiqcha qo'shsa ham bo'lmaydi. Cho'kib ketadi, hali portlab ketadi, qaynab ketadi. Demak, sizlar gapingizni bo'ldim, narxdan ko'ra sifatiga e'tibor berasizlar ko'proq. Albatta. Umringlar uzoq bo'lsin. Lekin buni qatiradigan narsasini yana bir turi bor. Shunisidan ham qo'shamiz. Uni o'zi nariyada malaka oshirib kelganmiz, boshqa yerda, ashulardan ko'rib. Xo'p, aka, adreslarni tushuntirib bersangiz endi. Adreslari xudo xolasa Zellomos tarafdan kelishga Aylanpa mahallasi, Naymandan Sho'ro taraflardan kelishga bu ham Aylanpa mahallasiga kiraveradi. Xo'p, qadrdonlar, bu yerda telefon raqamlari ham bor ekan, gaza blogga yozib qo'yishgan ekan. Albatta 77 kodi bilan 258 24 22 raqamlariga bemalol murojaat qilaverasiz. Sizlar uchun qadrdonlar arzon joylarni imkon qadar xonadonlarimizga kerakli buyumlarni tanishtirib borishga harakat qilaman. Biz ozgina bo'lsa ham mehnatimizni qo'llab-quvvatlab turgan holatda bittadan like tugmasini bosib qo'yamiz. Umringlar uzoq bo'lsin. Boringlarga shukr, biz davom etamiz. Bo'ldi.